Qo'y qishloqqa. Qara, menga qara. Meni diqqat bilan eshit. Hozir Arti keladi va biz unga kichik prank qilamiz. Ya'ni uni sal bo'lsa-da qo'rqitamiz. Ya'ni qishloqni xuddiki nimadir bo'lganni, nimadir portlaganni bo'lganday. Xullas, hamma joy musor, dalg'ov bo'ladi. Men eshitibsanmi? Xullas, hamma joy dalg'ov bo'ladi. O't bosgan bo'ladi. Xullas, Artiva qo'rqadi. A few moments later. Xo'p, va nihoyat qishloqqa qaytyapman. Adashmasam salkam 20 kundan beri qishloqda bo'lganim yo'q. Bu yana nimasi bo'ldi? Qishloqqa nima bo'ldi axir? Axir ketayotganimda hammasi joyida edi-ku. Bu yana qanday rasvogirchilik? Salom. Bir qop go'sht men senga salom dedim. Salomingni pishirib ye. Juda charchadim. Juda ham og'ir kun bo'ldi. Voy. Axir men qishloqda ataga 20 kun bo'lmadim. Sen nimalar qilib tashlading bu yerlarda? Voy, sizlar nega janjal qilyapsiz? Hamma yer razvo, mana bu yerga hech narsa ekilmagan, hammasi razvo bo'lib yotibdi. Uyimni ham dabdalasi chiqib ketgan. Tushuntir hammasini. Qoni qaynamasini o'zingni bosib ketgandan keyin shu bo'ladi. Hammasini sen yashtirarding-ku. Mana dabdala chiqib ketdi. Meni uyimga qara, meni ham uyim kam qaynalgani yo'q. Ha, men yo'qligimda buni hammasiga sen qarashing kerak edi. Bularni hammasini qaranglar do'stlar. Bu haqiqiy dahshat-ku. Bularni endi sen yig'ishtirasan. Men yig'ishtiraman. Men o'z qo'llarim bilan shet yig'ishtirayman. Nega? A few moments later. Xullas, gapni po'tkanlasini eshitgin, battle o'tkazamiz. Yutqazgan o'sha yig'ishtiradi. Anchadan beri battle bo'lmaganda. Yaxshi, sen rostdan ham yaxshi g'oya berding. Mayli, battle o'tkazamiz, yutqazgan hammasini yig'ishtiradi. Va bu binolar jangi 2.0 bo'ladi. Menda hali shunday yovuz g'oyalar yig'ilib qolgan. Sen tamomsan, Patsanjon. Ha, xohlaganingni aytishim mumkin, lekin g'alaba meniki bo'ladi. Men bularni hammasini yig'ishtirishni aniq xohlamayman. Shuning uchun mag'lubiyatga tayyorlanishim mumkin. Xullas bo'ldi. Gapni kalta qilinglar. Bo'ldi, quruvchilar jangini boshlaymiz. Xo'sh, shunchaki bino quramizmi? Yo'q. Binolar jangi 2.0 ku bu. Biz shunchaki bino qurmaymiz. Biz g'alatiroq bino quramiz. Bo'ldi, xullas hamma o'z ishini boshladi. Artifakt temir blokdan o'zining minorasini qurmoqda. Qishloq esa izmir blokdan o'zining minorasini qurmoqda. Men esa olmos blokdan. Yo, Artidan master class. Go Arti. Bola, bunisini ham ko'rdinglar. Yo, what the fuck? Xullas, men o'zimning minoramni qurib oldim va ular ham o'zining minorasini qurib oldi va men bu yerga 3x3 kenglikda teshik qazib olaman va inventorimdan bunkerga ishlatiladigan, ya'ni qora nima ichida, xullas bunker eshigini qo'yaman va bu bizga hashamat. Qanday hashamat bu kuch. Bunkerimizni himoyalash uchun qanaqa bunker minora ketdi. Xullas eshik. Va yana bitta qo'yamiz va bu xonamiz ularni qiynash uchun uzundan uzun bir-biridan ajoyib bo'lgan labirint.
Xo'sh, ikkinchi qavatimiz dahshatli bo'lgan parkur bo'ladi. Va bu parkurga chiqish uchun manaviy Eplos bossni yo'q qilish kerak. Va labirintning ichida bu bossni yo'q qilish uchun qurol qo'yilgan va artefakt va qishloqqa bu qurolni topishlari kerak. Bu maxluqni yo'q qilib bizning mana shu dahshatli parkurimizga chiqish kerak. Men o'zimga turli bloklarni olaman va bu yerga zina qara Fox. Fu! Ana. Xullas parkurimizni davom ettiramiz va bu yerga bitta parkurni yonlarini o'rab chiqamiz. Shunchaki oson bo'lmasligi uchun va bu yerdan qiynalib o'tishlari uchun yon yopib qo'yamiz. Yana bir qator qoldi. 1 2 1 ana bo'ldi. Endi asta-sekin parkurimizni boshlaymiz. Mana qolib ketdi. Ana. Xo'sh, parkurimizni boshlaymiz va parkurimizni qiyinchiliklarsiz deyarli oson qilishga harakat qilamiz, chunki qishloqni bilsangiz, parkurlarni yomon ko'radi va parkurdan o'tolmaydi. Shuning uchun unga qiyinchilik tug'dirmaymiz va unga oson bo'lish uchun mayli, unga yengillik keltiramiz. Ana shunday. Bu parkur nisbatan oson hisoblanadi, unchalik qiyin emas. Men ham bu yerdan o'tib olaman. Bu yerga mana bunday. Bu yerga salgina bunday. Xo'sh, bu yerga ikkita qasiga. Yo'q, qanday qilsam buni? Xo'sh. To'g'ri, mana shu yerdan olib boraman bo'lsa. Xo'sh, bunaqasiga bunday. Salgina parkurimiz epik bo'lish uchun va qiyinchilik bilan bo'lish uchun salgina o'rtalardan noodatiy parkur o'tkazamiz. Bu odatiy parkurga o'xshamasligi kerak va qiyin bo'lishi kerak. Artefakt va qishloqqa mening minoramdan osongina shida o'tib ketmaslik kerak va buning uchun men anchagina harakat qilaman qiyinroq qilishga. Ja qiyin ham qilavermaslik kerak, chunki qishloqqa bu yerdan qiynalib o'tadi va o'tolmay meni so'kirmoqchi yana. A few moments later. Baba yutqazsang tez bo'lsangchi, men shunchaki orqangdan qaytaraman. Men yutqazamanmi, lekin menga bunday tuyulmayapti. Shunga hissiyotlaring o'lganda seni. Burningga qo'ygan pashani ham sezmaysan. Qaranglar, mana shu sandiqdagi Night Vision'dan bilmasa olasizlar va ichasizlar. Chunki men minoramga svit qo'ymadim. Birinchi qavat, ya'ni labirintdan o'tayotgan payti biz ularni spektator rejimida kuzatib turamiz. Chunki
biz ham u yerda tiqilib, ya'ni qiynalib qolmasligimiz uchun. Buncha qo'rqinchli seni poling ko'z oqib tushyapti-yu. Zo'rda, shuni ham men 4 soat qurdim. Bila. Sen tantanali ravishda kira olding. Xo'sh, endi biza artefaktni tomosha qilamiz. U sandiqni, ya'ni yashirin sandiqni topib oldi. Va uni ichidan oltin olma oldi. U eshikni ko'rmay ketdimi? Mayli, ko'rmagan bo'lsa kerak. U ketyapti. Qanday yorug'lik. Wow. U chiqish joyiga yana qaytib keldi. Hech qisi yo'q. Qishloqqa qayerda ekan? Wow, bossni yengibdimi? Menimcha u bossni yengan. Mana qo'yadi, u parkurga keldi. Wow, parkur. Ko'tarilamiz. Yo'yib beraman. Fu, bucharas o'qirgansiz. Yo'yib berish 2000. Hop. Fu, parkur. Fu. Yomon ko'radi degani bilmaydi degani emas. Yo'yib tashlayman. Voy, sassiq. Yo'yib berish 2000. Hop. Fu, parkur. Fu. Ko'tarilamiz. Yo'yib beraman. Fu, bucharas o'qirgansiz. Yo'yib berish 2000. Hop. Fu, parkur. Fu. Obunachilar, nima deb o'ylaysizlar? Qishloqi bu parkurdan o'ta oladimi? Kommentga yozib ketinglar. Va kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Artefakt va qishloq uchun obuna bo'ling. Iltimos. Mana bo'rni esa saqloq ko'rinadi. Artefaktning o'zi ham keldi. Senda bir kun kelib, hammasi o'xshashiga chin dildan ishonaman. Qani o'zgina qolganda. Nimasiga qiynalyapsan o'zi tushunmayman. Bemalol chiqib ketsa bo'ladi-ku. Gapirishga oson 1 metrlik oyoqlar bilan. Sen meni oyoqlarimni ko'rganmisan? O'sib bo'lib yotibdi. Meni ikkinchi ismim Messi, baba yo'yib beraman. Yana qancha vaqt ezmalanish mumkin? Qara, bu axir shu qadar oson. Seni mazang yo'q. Bo'ldi, men tushunib yetdim. Endi aniq yo'yib bersam kerak. Vopana, chopana, votana. Imametdan chiqsa bularga o'zimni qiynab yuribman. La'nati. Ha, qishloq tushib ketdi. U amal necha? Xo'sh, bu yerlardan o'tish shunchalik qiyin emas. Masalan, men juda ham osongina o'tyapman. Artistga topshiriq, ya'ni shart videoni oxirigacha ovozingni ingichka qilib gapirasan. Yoki shunchaki ovozingni o'zgartirib gapirsang ham mayli. Menga farqi yo'q. Bo'ladimi? Ha, ajoyib. Endi sen videoning oxirigacha shu ovozda gapirishing shart. A few moments later. Xo'sh do'stlar. Mana men Arti. Va endi men videoning oxirigacha shu ovozda gapirishga majburman. Wow, sandiqning ichida juda zo'r qurol va aslahalar bor ekan. Mana bu o'q-dorilar va bir dunyo oltin olma. Bularni olamiz va kiyamiz, chunki bizni tashqarida juda ham eplos mahluqlar kutib turibdi. Ular juda ham kuchli. Narsani taxlaymiz va istagini chiqib olamiz. Birinchi o'rinda oltin olma yeyish kerak. U bizga himoya beradi. Xo'sh, kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Qani men bu mahluqlarga qarshi jangda yuta olamanmi? Fikringizni izohlarda yozing. Voy. Juda katta. Voy jo'lam. Juda katta. Voy. Juda katta mahluq ekan. Kuchiga o'xshayapti. Oltin olmay olish kerak. Bu juda ham jiddiy. Mavzu va juda katta. Voy, bu yerda turganiga cho'chib ketdim. Jenorsan. U menga tegdira olmayapti. Bunda lazer bor ekan, juda ham xavfli obyekt. Bu opasna lazer bor ekan. Voy. Tezroq qurolni o'qlash kerak. Bu meni qo'ylab turibdimi deyman-a? Jonim. Bular menga qarshi jangda unchalik ham jonimni ololmayapti. Men bularni yutishimga ishonaman, tez kirish kerak. Jennerson gapirishga ham gap topolmay qoldim. Men bittasini o'ldirdim va bunisini o'ldirishim kerak. Wow!
Ha do'stlar, obunachilar, men bu mahluqlarni yengdim. Bu mahluqlarga qarshi jangda yutdim. Siz albatta kanalga obuna bo'ling. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va like bosing. Yo, what's up? Muncha katta bino. Bunga men qanday chiqaman? Sen mana bu yerda turgan eshiklar navbatda tanlaysan va kirasan. Xo'sh, men tanladim. Men mana shu yerdagi eshikni tanlayman. Yo, bu yerga svet qo'yish esla chiqdimi? Men tepada paydo bo'lib qoldim. Qo'y, Arti, men qanday qilib tepada paydo bo'lib qoldim? Xo'sh, Razer, tabriklayman. Sen mening binoyimni zabt etding. Endi sen qishloqning binosiga bor. Men ketdim. Yo, bo'la. Sizlar ham ko'rdinglarmi? Agar ko'rgan bo'lsangiz kanalga obuna bo'ling, like bosinglar. A few moments later. Qara, Razer, mana bu yerda ikkita eshik turibdi. Sen mana shu ikkita eshikdan kirasan va ichkarida parkur bor. Sen mana shu parkurdan o'tasan, men esa ketdim. Tushib keling. Yo. Qamayli, endi bizlar navbatdagi binoyimiz, ya'ni qishloqning binosi. Biz bu. Men mana shu eshikni tanladim. Yo, muncha uzun parkur. Qani, bu eshik qayerga beradi? Bu eshik ham shu yerga olib boradi. Mayli, necha. Biz parkurdan asta sekin chiqib olamiz. Chiqamiz. Davay. Sal qoldi. Wow, juda baland ekan. Hop. Chiqib qo'ydim. Mayli, necha. Yana boshdan. Hop. Atalab qilgani bo'laman. Hop. Hoppale. Yo, ana. Ana. Voy, ana o'tol. Hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham tevaga ko'tarib oldim va bu yerda yonmagan. Bu tuzoq ekan. Men buni bilishim kerak edi. Afsuski men bila olmadim. Yana qaytadan parkurdan o'taman. Menimcha qishloqi parkurni yoqtirmasligi uchun ataylab shunaqa qiyin parkurlarni qilgan va menim shunday qiynalishim uchun u bor kuchi bilan menimcha harakat qilgan. Parkur juda ham zo'r qoldi. Deb so'kmaymiz. No, so'kmaymiz. Biz aqlli bolalarmiz. Biz parkur biz otqirg'onmachidan voy, yana tushib ketdim. Xullas, biz tarbiyalilar hamjamiyati so'kib yozish va yana so'kinishga qarshimiz. Agar gruppada so'kingan gaplar bo'lsa, ular albatta o'chirib tashlanadi va manoqli tomosha tilayman. Albatta siz kanalga obuna bo'ling, like bosing, komment yozing va mana shu yerga keldim. Mana bu yerdan o'tib oldim. Va nihoyat. Amal, necha? Sizga savol. Siz bu videoni ko'ryapsiz va obuna bo'ldingizmi kanalga? Yo'q. Demak, obuna bo'lmabsiz. Chunki men bu yerdan tushib ketdim. Kanalga obuna bo'ldingizmi? Videoga like bosdingizmi? Kommentariy yozdingizmi? Nega bularni qilmadingiz? Aniq qilmabsiz. Axir bular artefakt qishloq uchun. Ular bu ishingizni ko'rib xursand bo'lgan bo'lishadi. Qishloq uchun obuna bo'ling. Voy. Yana shu yerga kelib qoldim.
va bu yerdan sekinlikni o'tib olamiz. Tushib ketmaslikka harakat qilamiz. Ozgina qolgan. Mayli necho. Sekin hop. Ozgina qoldi. Hop. Mana. Hop. Oh. Mana bu yerda tushib ketishim mumkin edi. Qishloqqa men uchun ataylab bu yerda men chalib ketishim uchun tuzoqlik qo'ygan. Lekin men IQ'm 200. Men bunday tuzoqlarga otilmaydi. Ha, aldanmayman. Hop, ozgina qoldi. Chegina. Nahotki men bu yerdan tushib ketgan bo'lsam. Nahotki men bu yerdan tushib ketdim. Bunga ishona olmayman. Billa. Xo'sh, part 2. Biz bu parkurning ustiga chiqib oldik. Va nihoyat bu minorani biz zabt etdik. Wow. Juda chiroyli shader. Juda ham chiroyli. Mokus. Trullila. Quyosh bu tarafda paydo bo'lib qoldi. Lekin savol. Qishloq qayerda? Qishloq, kallangga yoqib yeman. O'zi ham keldi. Qo'y qishloqqa men bu minorangni zabt etdim. Yaxshi, endi mana shu sandiqdagi paqarni ol va vatandirab qil. Men esa ketdim. Yana chiqib kelay. Nimasin yana bu qilib kelmoqchimisan? Lekin bu qilgan joy yerda emas-ku. Yo-mayo. Bola, sizlar ham buni ko'rdinglarmi? Agar shuni ko'rgan bo'lsanglar, kanalga obuna bo'linglar. Qaranglar, men water drop qilaman. Like, water drop qila olaman, obuna qila olmayman. Men sakarguncha bu ikkita ishni qilinglar, qani men nima qila olaman? Yo-mayo, obuna bo'ling. A few moments later. Buning uchun senga alohida qarsaylar. Bu men o'ylagandan baland bo'ldi. Do'stlar, endi izohlarga o'tib, kim yutganligini yozib qoldirishning ayni vaqti. Ha, to'g'ri. Artefaktning gapiga qo'shilaman. Kim yutganini komment yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va komment yozing. Oxir oqibat qishloqni kim tozalaydi axir? Albatta sen meniga 100 marta yaxshi edi. Men g'olibman. Men 2 karra, 3 karra, 100 karra g'olibman. Masalan, men uni deb hisoblamayman. Shuning uchun obuna bo'linglar ekan. Rostdan ham iltimos obuna bo'ling.